Do'stlarim, men sizlarga hozir Rafaelni tayyorlashni o'rgataman. Chik. Buni tayyorlashni og'zaki aytib o'taman. Biron kun xudo xohlasa video qilib qo'yaman. O'zingiz xohlagan, yaxshi ko'rgan pechenini olasiz. Qorami, nimami, farqi yo'q. Qorami, menga o'zi qora narsalar yoqadi. Qora qattiq pecheni bor-ku, o'shalar da olasizda. Mana buni tayyorlagan vaqtingiz mana bunaqa qilasiz xamirini. Uyingizda sut bo'lsin, qattiq bo'lsin, olasizda xamir tayyorlaysiz, ichiga shakar solasiz. Shakar yaxshi ko'rmasangiz, kamroq solasiz. Undan keyin pishirib olasizda, pishirgandan keyin buni mayda-mayda qilib tutib tashlaysizda. Nima qilasiz? Ichiga shokolad, asal bo'lsa asal bo'lmasa asal solmasangiz ham bo'laveradi. Asal, shokolad, undan keyin qaymoq bo'lsa qaymoq, sariyog' bo'lsa sariyog' solasizda, yaxshilab xamir qorasiz. Juda ham zo'r xamir bo'ladi bu mana. Bir-biriga yopishib qoladi. Yoshligimizda suzmani, chakkini bizni Samarqandda chakka deb qo'yadi. Bir joylarda suzma deydi. O'shani mamlaq qilib, yumaloq qilib quruq qilardik-ku. O'shanday qilib quruq qilib olasizda, keyin uni anaqa kokosoyu stroshkalarga botirib olasiz. Ana sizga arzongina ham tabiiy toza mahsulot, ekonomichniy, nima desam, Rafaella. Juda ham zo'r bo'ladi. Xohlagan narsangizni orttirishingiz mumkin. Xohlasangiz nimani, asalni, xohlasangiz shokoladni, xohlasangiz nima deydi, xamir qilganda xamirni ichiga ko'proq sovoring. Xamir qilmasangiz, oddiygina pechenini olasizda maydalab, men ko'pincha shunday qilaman, pechenini maydalayman-da, keyin ularga aralashtirib katta qilib tayyorlayman, yumaloq qilib. Keyin uni tarelkaga qo'yasizda, qoshiqda kesib yeysiz. Unaqasini ham qilib ko'rsataman. U qulay ham nima desam, nima bo'ladi? Qulay bo'ladi-da, yeyishga, choy bilan yeyishga juda ham mazali narsa bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa. Uyda tayyorlangan tabiiy toza mahsulot, o'zingiz qo'lda tayyorlaysiz. Shuning uchun tavsiya qilaman, ko'p uyda o'tirgan ayollar bunga ko'p vaqt ham ketmaydi. O'zingiz yaxshi ko'rgan pechenini olib qilsangiz, umuman ko'p vaqt ketmaydi. Choy bilan ichishga mazali narsa bo'ladi. Bolalaringizga berish uchun esa mana shunaqa to'rt burchak yumaloq, xohlasangiz uzunchoq nima trubochkaga o'xshatib mana bunday qilib qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsatayin-da. Uni ham ko'rsatib ketayin. Mana shunday qilib. Voy. Uzunchoq qilsangiz, o'zingiz xohlaganingizdek qilib. Xohlasangiz ba'zilar igrushkalar yasaydi. Igrushkalar yasashingiz mumkin. Buni nima qilganingizdan keyin mana xohlagan narsangiz yasaladi-da, farqi yo'q. Nima yasashni xohlasangiz. Shuning uchun bundan qo'zqorinchalar yasasangiz bo'ladi. Bayramlarda archa yasasangiz bo'ladi. Yangi yillarda juda ham nima desam ekan, xuddi nimaga o'xshagan, plastilinga o'xshagan narsa bo'ladi. Maslahatim, buni albatta qiling, siz farzandlaringizga qilib bering. Ichiga lekin hech qachon solmang. Keraksiz narsalar bor-ku, mana men eng yomon ko'rgan narsalarim chayni soda. Chayni sodani men umuman hech narsaga solmayman. Shirinliklarga ham solmayman. Ba'zi odamlar shirinlikka chayni soda solmasa shirinlik qilmaydi-ku. Men hech qaysi shirinlikka chayni soda solmayman. Chayni soda oshqozonga ziyoni juda ham katta. Men o'zim vaqtida bir zamonlar oshqozonim og'rirdi. Shuning uchun umuman chayni sodani ishlatmayman. Chayni soda oshqozonga juda ham ziyoni ko'p. Keyin oshqozoni og'ir ekanlar, oshqozonda jalvasi borlar, men sizlarga bitta osongina yo'lini o'rgataman. Oshqozoni og'riganlar uchun. Buni albatta qilib ko'ring, qilib ko'rishga majbur emassiz. Bu men bilmayman kimlarga foyda, kimlarga ziyoni. Eng oson yo'li, oshqozoningiz og'riganda ertalab turasiz. Bitta katta nimani olasiz, bonkami, kosami, farqi yo'q. Olasizda ichiga tuxumni solasiz, xom tuxumni, oddiy tuxumni, ustidan qaynoq suvni qo'yasizda, 20 minut ustini berkitib qo'yasiz. Tarelka bilanmi, paket bilanmi bilmadim nima bilan. Berkitib qo'yasizda, bankaga solsangiz agar qopqog'ini yopib qo'yasiz bankani. Undan keyin 20 minutdan keyin borasizda uni olib sovuq suvga qo'lingiz kuymasligi uchun endi. Keyin uni chaqib o'sha narsani ichasiz. Bitta icha olsangiz bitta iching, ikkita icha olsangiz ikkita iching. U birinchidan qorinni to'q tutadi, ikkinchidan oshqozon og'riganlarga juda ham foydasi ko'p. O'zim amalda sinab ko'rgan narsam bu. Oshqozonim og'riganda menga baraka topsin bir professor o'sha narsani aytgan.
O'sha narsani qilganman. Allohga shukr, hozir Alloh saqlasin, ko'z tegmasin, oshqozonim umuman og'rimaydi. Oshqozonimdan hech qanaqa jalbam yo'q. Shuning uchun men oshqozonim og'riydiganlarga shuni maslahat beraman. Men bir zamonlar oshqozonim juda ham yomon qattiq og'rib qolib, hech narsa yeyolmay qolgan edim. Oshqozonimda nima desam, yazva bo'lmagani bo'lish xavfi bor deganda, nima desam, nima bo'lgan? Yara bo'lmoqchi degan, yallig'langan degan. Shuning uchun keyin men uni nima qilganman? Shu doktor ana shuni tavsiya qilganda, keyin nimani tavsiya qilgan? Tuyoq bor-ku, o'zimizda oddiygina tuyoqni 8 soat suvga solib qaynatasizda, ichiga sarimsoq, chesnok o'zi nimalarga mumkin emas, oshqozon og'riganlarga. Hozir men chesnokni Allohga shukr tishlab ham yeyman. Piyozni o'zini ham yeyman. O'zi dori ichish ko'p yaxshi ko'rmayman men, to'g'risi gap. Shuning uchun tabiiy narsalardan foydalanishni yaxshi ko'raman. U tabiiy narsa, chesnok solmaysizda, xalidez qilasizda, xalidesni yeysiz. Ana oshqozoningizda nima shilliq qavati ketayotgan joyini tiklayganda ana shu narsa yaxshi kelar ekan. Tuyoq faqatgina. Tuyoqdan bo'lgan xalidez. Shunaqa qilib do'stlarim, kimga foydali bo'lsa, albatta ana shu narsa oshqozoni og'risa, oshqozonidan jalbasi borlar, shuni qilsin. Men nima desam, o'zim hayotimdan kelib chiqib, tajribamdan kelib chiqib gapiryapman men buni. Birovlar nima like yig'ish uchun, bir narsa qilish uchun oshqozonga eng yaxshi davo, tabiiy davo uy sharoitida deb yozadi-ku. Unaqa reklama ham chiqarmaganman, boshqa ham qilmaganman mana. Lekin oddiy hayotimdan kelib chiqib gapiryapman, hayotiy tajribamdan kelib chiqib gapiryapman. Shuni maslahat beryapman. Mabodo og'risalaring, oshqozonlaring og'risa, tabiiy toza mahsulot, dori, ukollardan ko'ra ana shularni qilganlaring yaxshiroq. Men keyin uncha-muncha ukol dori ichmayman, ichmasimdan oldin aytamanki, mana shu narsani savolni beraman o'zimga. Bu nimadan tayyorlangan ekan deyman, darrov. Shu xayolimdagi narsa shu. Bu dori nimadan tayyorlangan ekan? Dorilar ham endi nimalardandir tayyorlanadi-ku. O't o'lanlardan, bir narsalardan. Shuning uchun unaqa narsalarni ko'p ichavermayman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman, ko'p ichavermanglar. Ichgandan ko'ra ana shunaqa tabiiy yo'llar bilan davolanganlaring yaxshiroq. Shunaqa gap do'stlarim. Mana Rafaellalarim ham tayyor bo'lay deb qoldi. Endi bittasini buni men sizlarga tayyorlab ko'rsatayin. Videom chunki cho'zilib ketsa har kim ham ezilib video ko'ravermaydi. O'zim ham shunaqaroqman. Lekin bir zamonlar men nima bilan shug'ullanganman. O'zim kasbim tikuvchilik. Men taniganlar biladi, tikish qilgan paytlarim nima qilardim ko'proq. Mana shu qizil tarbiyaga qo'yib, shakar qildim hamma joyda. Men shu nima tikish qilgan vaqtlarim faqat ana qilardim. Mana chappa borib olib keldim. O bismillah. Endi buni bittasini bunday qilamizda bulab olayin endi buni Rafaella qilayin. Rafaella ko'rinishiga keltirayin. Videosi chiroyliroq chiqishi kerak axir. To'g'rimi? Nima dedilaring? Ana. Bu oddiygina video. Reklamasi yo'q. Oddiygina hamma narsani qo'limda tayyorlayman, qo'limdan kelgancha. Qo'limdan kelmaganiga, eyvalloh. Ana. Tarelkamga chiroyli qilib qo'yayinchi. Yehe. To'rtburchakdan ham bitta qilayin-da. To'rtburchak ham chiroyli chiqadi. Menga o'zi mana. Yumaloq yoqadi-yu, to'rtburchak ham chiroyli. Bezaklar uchun juda ham yaxshi narsa. Bu Rafaellamning shokoladi kam bo'ldi shekilli, anaga o'xshab qoldi. Nima bo'ladi? Xaloytar bo'ladi-ku. O'shanga o'xshab qoldi Rafaellam. Ana, endi buni ko'rsatayin sizlarga mana. Ana. Rafaella. Albatta tayyorlab ko'ring. Tayyorlab ko'rganligi yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'rmaganlar albatta tayyorlab ko'ring. Agar videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimni ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.